Aynan bugundan "когда" so'zini to'g'ri ishlatishni boshlang. Bilasizmi, ko'p talabalar rus tilida bitta so'zda adashishadi. Bu "когда" so'zi. Siz uni faqat "qachon" deb tarjima qilasiz, to'g'rimi? Lekin bu doim ham unday emas. Qarang, qanday farqi bor. Agar savol bermoqchi bo'lsangiz, hammasi tushunarli. Когда ты придешь? Qachon kelasan? Bu yerda muammo yo'q. Когда xuddi bizning qachon so'zimizdek ishlaydi. Lekin bitta gapni ikkinchisiga bog'lashga ruslar yana "когда" so'zini ishlatishadi. Biz esa o'zbek tilida "ganda" qo'shimchasini qo'shamiz. Masalan, men uyga kelganimda ovqat yeyman. Rus tilida buni "когда я приду домой, я буду кушать". Yana bitta misol: "Позвони мне, когда будешь свободен". Biz buni bo'sh bo'lganingda menga telefon qil deb tarjima qilamiz. Ko'ryapsizmi, rus tilida "qachon" deb gap boshlaydi, lekin ma'nosi "ganda" bo'ladi. Shuning uchun rus tilida gapirayotganda biron ishni qilganingizni aytmoqchi bo'lsangiz, gapni "когда" bilan boshlang. Bu juda oson.